12. bab. Efraim kabilesi qo'shin to'plab, Yordan daryosidan o'tib, Zafon shahriga keldi. Ular Yiftahqa: "Sen nima uchun Amonlar bilan urush qilgan chaqda bizni chaqirib olmading? Biz uyingni sen bilan qo'shib ko'dirib o'tamiz" dedi. Yiftah javoban mundaq dedi: "Men xalqim bilan birlikda Amonlar bilan qattiq urush qilganda sizlarni shuncha chaqirsammi, lekin sizlar bizni ularning qo'lidan qutqizib olmadinglar. Sizlarning yordamga kelmaydiganliklarini his qilgandan keyin men jon tikib ular bilan jang qildim. Parvardigor ularni mening qo'limga tushirib berdi. Endi sizlar nemishqa bugun men bilan jang qilmoqchi bo'lisizlar?" Efraim qabilasidagilar mundaq deyishdi: "Sizlar Gilatlıqlar faqat Efraim bilan Manatsa zeminlarida yashayotgan Efraimni qochqinsizlar." Shuning bilan Yiftah barliq Gilatlıqlarni yig'ib Efraim qo'shiniga qarshi atlandi va urush qilib ularni mag'lub qildi. Gilatlıqlar Yordan daryosining kechikini ishg'ol qilib olib, Efraim qabilasidagilarning o'z zeminiga qaytishida daryodan hech kimni o'tkazmadi. Her qandaq birisi kechikdan o'tmoqchi bo'lsa, Gilatlıqlar uningdan "Sen Efraim qabilasidanmi?" deb so'ratdi. Agar u kishi "Yo'q, emas" deb javob bersa, Gilatlıqlar yana "Undaqda shi bo'lat" deb baq deydi. Agar u kishi Efraim qabilasidan bo'lsa, "Si bo'lat" deb talaffuz qiladi. Chunki Efraimlar bu so'zni to'g'ri talaffuz qila olmaydi. Shuning bilan Gilatlıqlar uni tutib, Yordan daryosi kechikida o'ltirib yetdi. Shunda qilib Efraim qabilasidan 42 ming odam o'ltirildi. Yiftah İsrail xalqiga 6 yil sardor bo'ldi. U vafot bo'lgan chaqda Gilat zeminidagi shaharlarning biriga dafn qilindi. Yiftah olamdan o'tgandan keyin Betlehemlik bo'lgan Ibzon İsrail xalqiga sardor bo'ldi. Uning 30 o'g'li, 30 qizi bor edi. Uning qizlari boshqa jamoatlarga yotliq bo'lib ketdi. O'g'illariga boshqa jamoatlardan qiz elib berdi. Ibzon İsraillarga 7 yil sardor bo'ldi. U olamdan o'tgandan keyin Betlehemga dafn qilindi. İbzondan keyin Zabulun qabilasidan bo'lgan Elon İsraillarga 10 yil sardor bo'ldi. U olamdan o'tgandan keyin Zabulun zeminidagi Ayalon shahriga dafn qilindi. Elondan keyin Pirotun shahrilik Hillelning o'g'li Abdon İsraillarga sardor bo'ldi. Uning 40 o'g'li, 30 o'g'il nevrisi bor edi. Ular 70 eshakka minib yurishadi. U İsraillarga 8 yil sardor bo'ldi. U olamdan o'tgandan keyin Efraim zeminidagi Amaleklarning tog'liq rayoniga joylashgan Piraton shahriga dafn qilindi.